Ayolingizning eng katta og'riqlaridan biri u his-tuyg'ularini sizga tushuntirmoqchi bo'ladi. U urushmoqchi emas. U shunchaki ichidagi og'riqni siz bilan bo'lishmoqchi. Ammo siz uni tinglash o'rniga gaplarini bahsga aylantirasiz. Bahs orqali ustun chiqasiz, lekin shu bilan uni aybdorga chiqarasiz. Oxiri u jim qolishni tanlaydi. Gapirmaydi, tushuntirmaydi. Ichiga yutadi. Chunki siz haqiqatni emas, faqat o'zingiz haq ekaningizni eshitishni xohlaysiz. Erkaklar, ayolni yengish g'alaba emas. Ayolni tushunish haqiqiy g'alaba. Ayol jim bo'lib qolsa biling, u soviganidan emas, ko'p gapirib charchaganidan, eshitilmaganidan. Uy ayolning ovozi bilan emas, erkakning beparvoligi bilan soviydi. Ayolingizni tinglang. Ularni aybdor qilish bilan emas, tinglash bilan. Chunki bir kun kelib siz bahsda yutgan bo'lasiz, lekin yoningizda gapiradigan ayol qolmaydi.